Muhattarapa, yaqinda Tojikistonda, Hindistonda amaliyot o'tab keldingiz. Shu haqida qisqacha batafsil qiling. Rosa gapirib bergim keladi bu haqda, bilasizmi? Tojikistonda 5 kunlik seminarda bo'ldik, lekin Hindistonda 12 kunlik jarrohlik amaliyotida ham to'liq qatnashdim. Diagnostika qilish, ximiya terapiya bo'limida, UCHV nur terapiya bo'limida amaliyot o'tadim va amin bo'ldimki, to'g'ri diagnostika, to'g'ri 50% lecheniya. Bu meni shiorim, bilasizmi? Nimaga diagnostika qilishni yaxshi ko'raman. Agar patsientga aniq tashxis qo'ya oldingizmi, demak lecheniya, davolash muammo emas. Hind ustozim patsientlar keladi-da, 12 yil, 8 yil sut bezi saratoni bilan og'rigan. Men shokdaman. 16 yil yashagan bemorlar ham bor. 3 oyda bir kelyapti tekshiruvga. 40 xil tekshiruv usuli. Shunaqa yozib tashlayaptilar. Patsient moddiy tomonini o'ylamaysizmi? Savol beryapman. Yo'q, nima uchun? Men tekshirishim kerak. Boshidan tirnog'ini uchigacha patsientni tekshirishim kerak. Hamma men yozgan tekshiruvlarni bemorlar qiladi. Qilishga majbur. Agar qilib kelmasa, men u bilan konsultatsiya o'tkazmayman degan javobni berdilar. Bu qanaqa zo'r-da, bilasizmi? Va yana bitta bo'limda ko'rdim, PET tekshiruvini lozim bo'lsa haftasiga o'tkazaman dedilar. Bizda bemorlar MRT tekshiruviga yuborsangiz, o'ylanib qolishadi. Shartmi shu deyishadi. To'g'ri tekshiruv, masalan, PETda organizmda saraton, nahotda saraton o'sayotgan bo'lsa ham uni ko'ra oladi, tekshira oladi. MRT ham PETdan qolishmaydi, kompyuterli tomografiya ham. Shuning uchun diagnostika kuchli Hindistonda. Bizda ham bor albatta, lekin patsientlarni, bemorlarni tushunchasi buni qabul qilishni xohlashmaydi, balki tushunsa-da.